Haftalik yıldızımızga ne mukofot bersizlar? Haftalik yıldızımızda Janaya Yanardağ Soğut Çekiş şirketi Koreya texnikasini qo'llanib ishlab chiqargan Yanardağ sog'lomlik shortuz köpüsü bilan mukofotlaymiz. Albatta, ikkinchi bo'lgan moyirimizga mukofot buyumimiz bor. İkinci bo'lgan moyirimizni Xinjiang Burana bezakchilik qurilishi mas'uliyat chekli shirkati ta'minlagan 5000 yuanlik bezakchilik e'tibor kartasi bilan mukofotlaymiz. 5000 yuan. Agar mahirlarimiz oylik yulduz bo'lsa, Xinjiang Arzu Savdo chekli shirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchamidan o'tgan yuqori aniqlikdagi Uyg'urcha sistem hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatgili bo'ladigan Arzu markali yuqori aniqlikdagi televizor bilan mukofotlaymiz. Televizor. Agar bizning mahirlarimiz yillik chempion bo'lib qolsa, buning mukofoti texmu katta. Yillik chempionimizni diyorimiz Oltin Sibizna sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Baxtiyor zagarchilik do'koni uzundan beri qo'llab kelayotgan keng xalq ommasiga rahmat aytish yuzidan yangi nova programmasining yillik chempioniga erishgan mahirga bir mashina sovg'a qildi. Mashina. Yıllık çempiyonumuzdan mukofotidan başqa yana ajoyib esil bir imtiyozga ega bo'ladi. U bo'lsa markaziy televiziya stansiyasining Parlaq yo'l programmasi, ya'ni Xinjiang Dada programmasiga bevosita qatnashish salohiyatiga erishaladi. Shundaqla Xinjiang televiziya stansiyasida o'tkazilgan turli cho'ng tipdagi san'at kechiliklariga no'mur qatnashtirish sharafiga erishaladi. Shundaqda biz birinchi o'tkilimizga kirib ketamiz. Nava programmamizning birinchi o'tkili bizning naqshimiz. أيها الأشراق بوي وصل جهان keltirmişim Bir gül irana cemalım den nişan keltirmişim Örgülüp kaşkar yöken nukudan beşleksin Ahuruk geriye cira elti aman keltirmişim Yarığa iman keltirmişem Allah Aldı bilan ko'pchilikka bir salom beraytamsiz. Assalomu alaykum. Bugungi nova programmamizga qatnashgan barliq muhtaram azizlar va ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar, men birinchi mulq Mayirdan sizlarga o'tliq salom. Sultanjon, hozir nima ish qilyapsiz? Hozir Sinat institutining sho'basida maktabda muqam kasbida o'qiyapman. Va, muqam kasbiga loyiq to'pi kelib chiqdi mana yo'g'on o'zidan cho'ngroq lekin. Kiyimlarim shunday yarashibdi. Undan so'ng nova programmamizga qandoq go'zal orzu-armonlar bilan keldingiz yoki nova programmamizga kelishingizga nima sabab bo'lib qoldi? Bugungi nova programmamizga kelishga maqsadim hamda Mustanab kasbiga kiribman, o'sha kasbda o'qiyapman hamda sahnaga chiqib o'zimning bir qobiliyatni joriy qildirib baqsam, men birsi shu baliqchilarimizni, mana baliqchi ustozlarning bir fikrini anglab baqsam o'zim bo'lganda shu sababdan chiqib qoldim. Siz burundan tartib yaxshi ko'ramdingiz naqsh aytishni ukam? Boshlang'uchga kirgicha sen duttachilik bilan bir naqshlar aytqidek bo'ldim. O'zim boshqalardan so'rg'an yerlarim bor, o'zim kechilarim mashq qilib shu boshlang'uchdan boshlab shu har 6-oy bayram bo'lsa bir duttachilik naqsh aytadim. Men ansam shu ma'lumingizdagilar sizni kichik vaqtida bek zulm salat deydi-ku. Ash unimiz unimay ishkini chiqib kirib musiqa chaqirgansiz-mi o'ydik? Yangi bir naqshlar. Rasmomish gap.
Muş yeni bir nakşilar çalıştım ülgidek olanda şu başkalarını yüzsem görüp tukalırım ne göremiz dese tutturum kötürüp de verip çeptirenden özem. Çepperin demişi mi çilip mi? Yol git bağadan da tutsam aytım bağadan. Biraz ko'zingizga qarab qolsa tugashgan shu dana. Şu nakşit Gap boshlab Degan aytib oq ko'ngil sozanday-ku. Demak, kichigingizdan tatib san'atga ishtiyoqingiz haqiqatan kuchliga inan. Uning ustiga muqam kasbida o'qiyibsiz. Meningcha, agar davomli tirishsangiz shu san'at sohasida nayt xushpurak bir gul bo'lib ijlolaydigandek o'ylayapman. Shuna qo'shib tilakdoshman inim. Davomli tirishing bo'lamdi? Tilaymiz. Aramag'ashtiring. Birinchi nomerlik mayirimiz o'zining naqshini aytib o'tdi. Hamda ikkinchi nomerlik mayirimiz qanday naqsh aytadigan tomosha bilan anglab boqamdiq. Marhamat. Judalık tostu bəxtimni Qadalağa gül versen Çönmek etti kalbimni Abduveli aldı bilan tomoshabinlarimizga ekran oldidagi ko'rmanlarimizga bir salomingizni yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum. Nova programmamizga qatnashgan barliq aziz ko'rmanlar, hammalarning kechkinlar xayrli bo'lsin. Men 2 nomerlik Mayir Abduveli To'xtirning hammalarga o'tliq salom. Endi shu Nova programmamiz qatnashdiki maqsadingizni anglab boqamdiq. Nova programmasiga qatnashish maqsadim shu naqsh talentimni o'zim bir joriy qildirib, xalqqa shu baholovchilarga qanday baholarni beramaga degan umidda Muş özel bir sınav bakay, bu sahne hayatımda yan bir navadım başlayın dep şuna geldim. Ulug' maqsadlardan kelibsiz. Balıqçılarmı yaxshi etdingiz, yaxshi balan berib qala hamda. Nerede bir ayda ishlamsiz ya? Ben Milliy Yurtboshilik maktabida o'qituvchilik qilaman. O'qituvchilik qilamsiz, nima dars berasiz? Men shu o'qituvchilarga dab o'qitib beraman. Ha, usul o'ynaganda dab chepirsiz shundami? Ikkinchi bosqichga muvaffaqiyatli o'tib qolsangiz dab chep qolamsiz nima? Shunday. Sizning nomerim bormi? 3-chi nomerlik mayirimizni sahnaga taklif qilamdiq. Bo'ladi, qani marhamat. Başlangan yaşlı Kaygan kebi şaşlangan yaşlı Hayat üçün küreşkevinde Dadıl kadem taşlatkan yaşlı Yaş
yaşlık yaşlık Ha, Tarat. Köpçilik bir salam beri olamsız. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlarimiz. Xush kelibsizlar. Nova programmamiz orqali har qaysingizlar bilan dedalash qilganimdan intayin xushalman. Men Paratjondim. Hammangizlarga o'tib salom bo'lsin. Rahmat. Hayır bayam, ikinci mırlık mayırımızı payız düştük dedi. Manda düşkeni payız düştüğümüz, ütülüp de jügürablı düştüğünüymüş oğunu bundan Degan zap tez tushadigan mayirlarga o'xshaydi. Siz qandaq maqsad bilan o'zingizni, qandaq bir o'zgarishning bo'lishini o'ylab bu programma qatnashdingiz? Mening nova qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimning bir ortiqchiliklarni hamda bir yetersizliklarni mush oldinda o'tirgan ustozlarimiz hamda mush barcha qarindoshlarimizning bir ko'z tutib berishini umid qilib keldim deb o'ylayman. Lekin bu bek konu cevap bo'lib qoldi. Hammamiz mushta da'vatdi. Biz o'xshamaydigan javob olmoqchi sizdan. Eng tezchi mushu. Eng teshma, Tez emasligim bormi? eng tesh ishningki bexatar bo'lishi ehtimolga yaqin. Lekin u ishning eng olqishga erishishi notayin. Ha. To'g'ri. Nap yerni anglab boqayli, bormi yo? Unda siz shu bir kapsni apaqay degan maqsad asos o'rin turdi ekanda sizning kelishingizda shunami? To'g'ri. Turpandimmi siz? Turpandin. Jo Ashirova, nima qiziq bir nima urildiki desam. Albay tushimi shundaylik jang bor ha, qizg'in. Bo'pti, shu bir savol so'rsak odatda shu odatdagi ahvolatda boshqalar bir butun savol so'rsa bir yarim javob beradigan odatingiz bor ekanda sizning. Yerimini berib, oqim so'rsa so'rsa. Ashta. Ko'zim qarchig'im erib ketdi men unda qarab. O'sha naqsh etish talantingizni qachondan boshlab bayqagan savol so'ramsak chiqmaydigan o'xshaydi. Ismini bilsam qiziqadi ekanman san'atga. Odatda bu Paratmush o'lchamlik javoblarni yodlab kelgan. Bu Paratjon shu odat bizni Nova programmasida va yoki boshqa programmalarda san'atchilarni ziyorat qilganda doim so'raydigan bir qancha turoqli savollar bor-ku. Siz qachondan beri san'atga qiziqib qolgan? O'shimni bilsamlar, san'atni shunchalik yaxshi ko'rardim degan javob chiqdi bu yerdan. Undan keyin sizning bu san'atga qiziqib kelishingizga kim sababchi bo'lgan? Mening ota-onam kichigidimla san'at oilasida bo'lg'achqa, bizning oilamizda mashrab yangrab turadi degan javoblar chiqdi. Ko'chalarda naqsh etdim. Haq uyga yetib demisam, tutulib yetib kiratdim deb. Bo'ldimi amsa? Bo'ldi, rahmat. Odamlarimiz bor, yashamsa, ba'zi odamlarimiz bor deymilaqa. Boshqa ba'zi odamlarning gipi oz bo'ldi, harakati yo'q bo'ldi. Ba'zi odamlar harakati gipi yo'q bo'ldi. Parat odatda Gipi shu. oz, harakati chiqdim yo'q. boshqa cho'ngmi ish yo'q bu ahvol musham. Hozir nima ish qilayotganingizni deb hammangiz o'zingizning so'rayapti. Qani aramagash turing. Damsiz demamsiz? Bo'ldimi? Keyin asta-asta damsiz? Asta-asta dey. Bu qonun xilop ish qilmaydigansiz. Albatta. Albatta. Yanmaydi-ku. Hozir o'zim Shinjon san'at instituti cho'nglar ma'rifida o'qiyman, ijodiyat kasbida. O'zingizning qanday ishdan sidqi o'zim muzika kodlashtirib, endi ancha-muncha ijodiyat qilib qo'yman, endi ashtan shug'ullanaman. Bayni yaqmishda desam olib qo'yash, odamlar. Bayni yaqsal ishlomga o'xshayman. qanday qilishdan qat'iy nazar har holda butun uchurlarni to'liq yetkazib bo'ldingiz a? Tugdimi? Endi aramag'ash turing amsa. Rahmat. Tilaymiz sizga. Ko'pchilik alqis sadolari bilan bizning 4-numurlik mahirimizni kutib olgan bo'lsa, marhamat. Marhamat. Uchrasaqmi chig'ir yo'llarda ko'rmaslikni qilgan tunniya qira bosgan so'g'ib ko'zimdan qochuratdim o'zimni abad baxtlik bo'l sen bo'lg'in mangu omon baxtlik bo'l sen bo'lg'in mangu omon tushimga kirmagin mayli shakshmusun qutlug' to'yingga lablaringga qilmayman g'allab suyib olsam bir rat qo'lingga baxtlik bo'l sen bo'lg'in mangu omon baxtlik bo'l sen bo'lg'in mangu omon
Aldı bilan tomoshabinlarimizga o'zingizni bir tunishtirib o'tamsiz. Men Muqam diyar yakandan Abdukarim Muhammad bo'laman. Ey, rahmat. Abdukarim, hozir nima ish qilyapsiz? Mening bir ufqim kelyapti shuni. Bu yil o'qish bitirib men xizmat kutyapman. Hamda o'qish bitirgandan keyin cho'qim mushkasbni muzika, naqsh kasbi bilan shug'ullanman deb o'ylamsiz yoki? O'qish bitirgandan keyin hamda shu navo programmasi orqali o'zimga bir madad bo'lsin uchun bu yerga kelib ustoz san'atkorlarimizning qaysi taraflarda yo'q, qaysi taraflarda bor, shu taraflarni ko'ksib bersa deb umid bilan shu yerga kelgan. Arama ag'ashtiron keyingi bosqichlarga muvaffaqiyatlik o'tishingizni tilakdoshmiz. Marhamat. 5-nomerlik mayirni sahnaga taklif qilgan bo'lsak, Qani, marhamat. Dünyada köptür can, kim yaxşıdır, kim yaman. Bunlar qandaq billərsə, nəzər salsan ey canan. Candan keçmək işitməz, can çıxmay nəfəs bilməz. Vuruq dava söz ötməz, yalğan dua bərsənməz. Yalancının namı yox, gəpsizinin təmi yox. Aşklığa dava yox, tibibimdən sorsam mən. Tibibim sən dava qıyıl, hacibim niraba qıl. Ərzin bilən ada qıyıl, yolğa qədəm qoysam mən. Şəməsən sorab bax yıldızlar var. Şuna məndək nur çeşməy görünər var, görünər var. Yarey, 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 yarey bir. Ey dostlar, görünər var. Aldı bilan ko'pchilikka salom berib o'tgach, o'zingizni bir tunishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum. Nova programmasidagi barliq tomoshabinlar, ekran oldidagi sevimli ko'rmanlar. Kamil Ismoildan o'tliq salom. Men Shinjang san'at instituti Sho'b san'at maktab muqam kasb o'quvchisi. Sizlardan yangi Nova programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Unda bo'lsa Nava programmamizga siz qanday orzular bilan qatnashdingiz enim? O'zim bir dehqon bo'lish bilan dehqonlarning qanchalik jabr jafolarni tatganligi menga 5 qo'ldek ayansam bo'ldi. Mushu naqshlarim orqali shu dehqon akalarimizning azroq bo'lsin dardiga darmon bo'la olgan bo'lsam, shuning azroq bo'lsin hojatdan chiqa olgan bo'lsam, shuni eng zo'r baxtim deb his qilib mushu programmani chiqishim. Siz yoshingiz kichik bo'lgan bilan ajoyib suyimli arzuyingiz borga, enim. Mush dehqonlarga azroq ma'naviy zo'q bera olsam dedingiz, a? Mushu san'at kasbini tanlashdimi, mushu maqsad ancha-muncha bormi, yo'qmi? Mushu maqsad alohida. O'rinda turami? O'rinda turgan. Kasbim muqam bo'lgandan keyin, shu Uyg'ur 12 muqamni texmi kichimdan yetishicha rivojlantirsam, masalan, Dilshodkam o'tiribdi, Dilshodkamning o'rnini bosma deb xiyollarim bo'lgan. Shu xiyollar bilan muqam kasbini tanlab qolganman. Tilaymiz sizga. Xo'sh, 5 nafar mahirimiz o'zining naqshlarini aytib bo'ldi ko'pchilik. Undaqda qolgan mahirlarimizni sahnamizga taklif qilsak, baholuvchilarimiz ular haqida nimalarni deydi ekan, anglab boqamiz. Bo'ldi, undaqda baholuvchilarimizning taklif fikrlarini anglaymiz. Marhamat. Birinchi nomerlik mahirimiz Sultan. Siz san'at institutining muqam kasbida o'qiyotgansiz. Bayatın çağrıqaq muqamidan bir araya ayrıldınız. Puraq şivirleri cəhətdə, həmmi cəhətdə hem de yaxşı. Sizden ben muşunu orulaş jarayandaki endi kamchilik tarafınız depre. Keyfiyatınız neydi coşkun bulsun. Usul vaş aballarning chiroy shakli shu takayotgan ko'zlariga chaqnab turgan sizning mamimekiniz azroq susroq qoldi. Muqamning qilib bo'ldi shu. Herkes başka olib qochmang ahangni. Naqshida ketib qo'ysangiz bo'lmaydi. Bu jihatdan siz mush kasbda endi o'qiyotibsiz, kelgusida vaqtingiz, yani bugungi vaqtingiz shunday chiq, mush jihatlarga diqqat qiling. Ikkinchi nomerlik mahirimiz Abduvali. Madaniyat san'at örf odat maktabi tanizmi? Shu maktabda muallim kelsa, kasbingiz dabchi. Sizning ovozingiz shunday yo'riqki, muzika sezmingiz bak yaxshi sizning. Mening his qilishimcha. Ovozingizda
bir naqsh o'rlash jihatda asos jihatda ashunda bayqi naqshni siz shunchalik mukammal o'rlab chiqdingiz. Kompoz yo'qda, ahang qochadigan, ovoz qaydigan yo udardan qochadigan bundaq nimalar yo'q. Naqshimni aytdi, chiroyli liriklik shundoq yaxshi yozilibdi. Sizga Muhammad yor bo'lsin. Farhod ukam, bayatinqi sizning o'rilgan naqshingizning melodiyasini shundoq yaxshi aytish jihatda, hissiyotingiz shundoq yetarlik. Ovozingiz azizroq tutuqga. Siz bu san'at maktab bo'lgandan keyin mushikat ovoz jihatdan biroz ta'lim eling. 4-mayirimiz Abdukirim bayatin shundoq ta'sirli bir komediya o'rlandi bishadi. Anadagi sizning ovozingiz bak yo'ruqga. Andiki mesela sahnedeki qiyofatingiz ko'p izlansangiz, bu sahnedeki qiyofatingizni osha olasiz. Sizga muommatlar bo'lsin. 5-nomerlik mayirimiz Ismoil, sening bayatın o'rlangan muzika nava. Buni yaxshi o'rlading. Ovoz tutsang, bo'sharoqga. Yaxshi o'rlading, lekin ovozingning tushi yana azroq, ojizroq taqib turdi. Ikkinchidan sen qo'ygan bir talab. Naqshi bilan muqomning farqi bor. Naqshi hissiyoti bilan muqomni yetib qo'ysang vaqti bo'lmaydi. Bu jihatdan diqqat qilin. 1-nomerlik Mayir Sultan Samat. Avaz sharoitingizmi yaxshi ekan, muzik sezimingizmi bo'ladi. Tanlagan naqshingizmi ovozingizga mos kelibdi. Endi sizdagi yetersizlik meni his qilganim, ovoz ilmida bo'lib nafas mashqlarini kuchaysingiz. Andan keyin shu sahnadagi hissiyot jihatda sal boshqa turing. 2-nomerlik Mayir Abduvali To'xti. Ammo bapuslikda naqsh o'rladingiz. Ovozingizni shunchalik yo'ruq, muzik sezimingizmi yaxshi ekan. Rahmat. Endi sizdagi yetersizlik mush sahnadagi muzikalik ifodalash jihatda yana yetarlik emas. Mush jihatda sizning boshqa turib yiqishingizni o'tinaman. 3-nomerlik Mayir Farhod G'ini. Ovozingizning to'rba, sahnadagi qiyofatlaringizmi shunchalik jo'shqin, ko'tarangi bo'ldi. Muzik sezimingizmi yaxshi ekan. Endi sizning yetersizligingiz harakat ko'p. Bo'libmi bu tarafdagi harakatlar. Ba'zi harakatlar o'shiqchi bo'lib, udarga tushmay qoldi. Cho'mish jihatda diqqat qiling. Rahmat. Ahmet yer bo'lsin. 4-nomerlik Mayir Abdukerim Muhammad. Baxtli bo'lgan naqshni epkapsiz. Naqshni shunchalik hissiyotli yaxshi o'rladingiz. Ovozingizning doirasi xeyli kengka, ovozingizning to'rba yaxshi. Sizning yetersizligingiz sahnadagi shu muzikalik ifodalash. Muzikalik ifodalash jihatda, ya'ni texnik izlansangiz, Ahmet yer bo'lsin. 5-nomerlik Mayir İsmail Sabir. Sözleriniz ravan, yaxshi. Ovoz doirangiz sal tarroq ekan ham mening his qilganim. Yana bir yetersizlik shu naqsh etgandagi eg'iz holatingiz. Eg'iz taraflar sal qattiq. Andan keyin sahnadagi umumiy qiyofat, mushatlarda texnik izlansangiz, sizga omad yor bo'lsin. 1-nomerlik Mayir o'ralgan muqomdan ariya nayt yaxshi bo'ldi. Ovoz doirasi keng, nayt mukammal bir ovozga ega bo'lganda haqiqiy muqomchi bo'la oladi. Shuningga cho'qim naqsh kasbidan dars oling. 2-Mayir yaxshi aytdingiz, lekin endi hamon aytgandan keyin texmi tirishib puxta, pishiq, eng nozik hissiyot o'yintishlarini, muzikalik o'yintishlarini ifodalagan bo'lsangiz, texmi yaxshi bo'ladi. 3-nomerlik Mayir yoshlik degan naqshining mazmuniga masalda o'zining kayfiyatini aytdi, jo'shqin, qaynab taşqan hissiyoti bilan o'rildi. Bu aytdi yaxshi. 4-nomerlik Mayir ovoz tusini aytdi, yaqimlik, ovoz ham taksi. Rahmat. Naqshini aytdi, muzikalik hissiyot bilan mazmunni moslashtirgan holda ifodalab berdi. Bu tarafdan aytdi yaxshi. 5-nomerlik Mayirgimi shu 1-nomerlik Mayir deganimga o'xshash naqsh kasbidan bilim olish kerak. Qani hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Dastivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Chin Nuriy Biofan texnik cheklik shirkati alohida qo'llagan yangi nava programmasi. Bizning 5 nafar mahirimiz birinchi o'tkalda naqshlarni tamom qilib bo'ldi. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, paraz qilib baqqan bo'lsa, bu 5 mahirimizning zodi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandu. To'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stimizga albatta mukofot qo'yimiz bor. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Urumchi Parlan kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan 4000 yuan qiymatidagi karta bilan mukofotlaymiz. Unda xo'sa paraz qilib baqsanglar. 1-nomerlik Mayir. 2-nomerlik Mayir. 4-nomerlik Mayir bo'larki.
Menimcha 3-numurluq Mayır. 5-numurluq Mayırımız birinchi bo'larmikin deyman. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, birinchi o'tkilimiz oxirlash oldida turyapti. Albatta bu o'tkaldagi eng hal qilg'uch payt yetib keldi. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni ilib bu bosqichda iqtidorni eng yaxshi joriy qildirdi, bizga eng yaxshi ma'naviy zo'q beraldi deb qaragan Mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Qani undaqda. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 Sırlıq qədimi yipək yolida təbii maylıqdandın şivər oğul qızlarımızın öz qolu bilan işlenib məşhur çolpanlarının adil bahasıga erişkən, xalqımızın köngül şəydasıga aylanğan nurani məhsulat qədimi çinamarkılıq yürüşlük yeməklik mayları bilan xas aşlıqdan çıqırılıb zamanıvi usul bilan orab qaçılanğan samsaq, zəncivil təmlik açıq sola taamlarınızga gül keltirib teningizga quvvat ata qiladi. Qədimi çina yürüşlük məhsulatları Zakallarımı almaktırıp koydum. Yakını çıkma versine. Soqqu duyduğu, yağaçken yağaç, ya qalay. Esta. Siz degan zakalımı aldım. Bana yani çıkma verdi o. Mana bu haqiqa Aziz buvaqning sakisi. Aziz buva. Azizini oldim deb soqisini oldi da. Qeyp o'xshagan bilan ish o'xshamaydi. Siz vaqanda dikkat qilin. Bolqingizga yaxshisini tanlang. Aziz bol. 5 4 3 2 1 Natijalarni ko'rib beqinglar. Muborak bo'lsin, keyingi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tgan mahirlar. Tövəngchib aralashtiringlar. Ikkinchi bosqichda dopchalamiz deyishgan bo'lsa. Buda yana shunda fursatlar kelganda. Ha. Chalami. Ya bo'lmasa dopni ochiq bas bir chaytamsiz ya. Mayli. Hazır nimdeginiz bor Abduvali muallim. Mushnava programmasiga qatnashib o'zimning bu talantini joriy qildira olganligim uchun, shu nova programmasiga kelgan barcha tomoshabinlar bilan didor ko'rishib olganligim uchun naqd xushal. Albatta buningdan keyin yana nova programmasi har vaqt sizni qarshi oladi. Bo'lamdi? Bo'ldi, rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, agar sizlar yaxshi ko'rgan mahir, keyingi o'tganlarga tanlanmay qolgan bo'lsa yoki haftalik oylik yulduz bo'lamagan bo'lsa kerak yo'q. O'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib, 106 ga uchur yo'llash orqali uni yana nova sahnimizga qaytarib kela olasizlar. Shundaqla talaylik obun bo'lish fursatiga erisha olasizlar. Tafsilotli Rastlibot to'rida. Qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda biz alqish sadolarimiz bilan bizning Abduvali muallimni uzib qo'yamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Qani qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda amdi Bizningki ikkinchi bosqichimizga o'tib kelsak, bizningki ikkinchi bosqichimiz parvoz.
bayağı savaqdaşlarınız aqcan. Hammasi sağ olsun. Muşu nava üçün məqsəd tayarlanırlarmı ya ilgir məktəbdə muşdaq milliy orkestrda qılıb? Nava üçün tayyorluq. Başqalarında yolg'iz chepni qancha bizda nada yangilik Dəmimiz bir çepaqayla çıqıraq tutağılı depçə. Bu bir yenilik bopdu. Onundan başqa ama çıqıraq tutağı bilan çalsınız bəzi ayıplan yap qılıl deməsmi o? Ya, onca deməz. Onda emasmi? Şimdi bir başqalarının çaldığı, hər birimizin çaldığına oxşamaydı çox yerdə. Həmmimiz ayrım çalımız, çalıq ayrımız. Şimdi ateşib çıxan. Ondaq bolsa, siz utuq diləyimiz Furqan. Rəhmət. Savaqdaşlarınız bilan birlikdə muşu ügünşinlərinin texim utuqluq bolışını ümid qılımız. Rəhmət. Maqul, utuq diləyimiz. Rəhmət. Rəhmət. Parvoz ötkənimizdəki ikinci mayırımızı səhnimizə təklif qıvalımız. Qani mərhəmət. Mərhəmət. Gülüm açlay deydi açın Yare başka sancılay deydi açın Yare başka sancılay deydi açın Yar ne küye guti açın Yare tenge yamışay deydi açın Yare tenge yamışay deydi açın 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 gülüm açın açın yare açın sabır yapma açın yare açın sabır yapma açın Türkçe'ye mandık biz açın Yare yargını buli billen açın Yare yargını buli billen açın Oynusa kızı koyna açın Yare her işin yolu billen açın Yare her işin yolu billen açın 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 gülüm açın açın yare açın sabır yapma açın yare açın sabır yapma açın yare açın sabır yapma açın Açıl degan naqshini muzikasini chalib naqshini aytdingiz. Lekin bir yerda bir tekst o'zgarib ketganda his qildimmi, men xato bilib oldimmi? Açılmışsa bir gap. Oyshdami yoki Shu cho'nglarimizning qalb bo'yicha o'shtaq. To'g'risi shumi? O'zi men xatolashibdim satotda. Qachondan boshlab o'rganganimda elektronlik realni? Elektronlik royalga qiziqibdan burun nada to'y bo'lsa shu, nemna shu to'y boya berib elektron royalni qishib turib oldim. Turpan siz bormagan to'y qilmagandami? Keyindan ashtan o'rgangan. Kimning ayoli kim o, kimning yo'ldoshi kim, hammani bilasiz ekan-da, Turpanda. Hammasi to'yga qatnashgan ekan-a? Bek yaxshi o'rinlab berdiz tarat. Nasıl tushib turamiz? Rahmat, rahmat. Rahmat sizga ko'p. Aramlashtiring. Mana ikkinchi nomerlik moyirimiz o'zininki mahoratini ko'rsatdi. Unda xo'sa keyingi moyirimiz parvoz bosqichida o'zining naqsh etishdan boshqa qanaq alayligini namoyon qildi. Birlikda ko'rib baqaylik. Marhamat. Ketsin dade men ketmem yar ketme desen ketme
Bizim bu mahirimizin bundaq yuqori ovozda bunchalik chiroyli naqsh aytganini faqat o'ylamabdim majmu. Shunda. Hozir Yana yaxshi aytdingiz. aytganingiz Xotanning xalq naqsimi? Bunda Xotan xalq naqsi. Pek chiroyli aytib berdingiz. Endi bayam o'zingizni tunishtirgan vaqtda o'zingizniki butun tafsilotini deb berdingiz qo'y. Shularning orasida endi mening so'ramoqchi bo'lgan bir savolim bor. Yuqori o'rlab o'qishni o'ylash vaqtingizmi? O'ylashgan uyda bolaning cho'ngi men 4 o'g'il biz. Qolgan 3 kichik ular o'qiyotdi hamda. Azroq bo'lsa-mu shu uydagilarning yukini yengillatay deb. Shu o'qishdan voz kechdingiz. Demak siz aqlliq majburiyatingizni mush oilaningki cho'ngi bolaning cho'ng bo'lish majburiyatingizni ado qilib, uyda ota-onangizga yor yo'lak bo'lish uchun o'qimadingiz. Ba'zi vaqtlarda o'zimizning manfaatimizni deb, o'zimizning istiqbolimizni deb balkim ota-onamizning ko'ngillarini ranjitib qo'yishimiz mumkin. Lekin mana shundaq ota-onamizning xushalliqi uchun o'z arzu-armonlarini qurbon qilishga rozi bo'lgan farzandlarni ko'rgan vaqtda odam ajoyib hayajonlanadi ekan. Albatta, barliq farzandlarning ota-onalarning qadr-qimmatini qilishini, ota-onalarning yanida turib bo'lsa, ota-onalarga yor yo'lak bo'lib, shularning oldida farzandlik burchini ado qilishini umid qilamiz. Gapingizdan intayin ta'sirlandim. Undaqda bizning mush bosqichdagi eng oxirgi mayrimiz bir chiqib o'zining talantini ko'rsatib baqsa, qani, marhamat. Marhamat. Hamkorlashuvchilaringiz sizning savodoshlaringizmi? Ha, savodoshlarim. Keyingi bosqichda o'tishga ishonch bormi? Ishonchim bor. Bizmi sizning keyingi bosqichingizga muvaffaqiyatli o'tishingizga tilakdoshmiz, Ismoiljon. Unda bo'lsa, qolgan mayillarimizni sahnaga taklif qilamiz. Bizning parvoz bosqichimizda mayillarimiz o'zining naqsh etishdan boshqa alayliklarni namoyon qilib bo'lganda, ba'zi ustozlarimiz qanday baholan berdi ekan, ala baqaylik. Birinchi nomorliq mayirimiz Sultonjon. Mavzuning ismi Duttar bayon, shundami? Buni birni dutta bilan o'rilgan. Mana jiq dutta bilan o'rilmaganda butun dutta Abbasrovga tankash qilib qo'ydik. Endi siz mush duttani sizning chog'ingizga qag'alla tankash qilgandan keyin texnologiyalroq buningga ma boshqa dutlarning texnik ovozi ching'aroq, yo'g'aroq, madara dutlardan birini chilib qag'allar sizga tankash qilib bergan bo'lsa, sizning dutlaringizning ovozi iniq chiqdi-chu, ayrim chiqdi. Hozir siz hamma o'xshash deb qo'ydingiz bo'ldi. Bu jihatni diqqat qil. Bo'ldi. Sağ amatör bo'lsin. Rahmat. Endi 3-nomliq mayrimiz Farhod G'ani efendim. Sen Turpan xalq naqshlaridan ochil o'rilding. O'zing Turpanga o'xshaysa, Turpan nereden? Turpan Yalqontog'dan. Yalqontog'. Hadi qo'yasan da qo'ymizda. Yalqontog'. Elektrlik piano. Shunday yaxshi chalding elektrik pianoni. Rahmat. Shu nimaga ochilga. Endi keyin ma'ishga tankashim shunaqa yaxshi bo'ldi. Eng muhimi naqshni yaxshi o'rilding. Rahmat. Bo'ldi, bu o'tkildan menimcha nomeringni sen yaxshi o'rilding deb qarayman. Rahmat. Bizning 4-nomliq mayrimiz Abdukerim, siz yakanda turib xotinning naqshini shunday yaxshi aytdingiz. Nima degan mo'ngluq joyga keltirding? Ravabım şunda geldi Abbasrab. Ravab çağım şunda ustuke. Neyci tehe. Bunun Avrupacı müzik gitar ketilip tehe bu yama bez çıkıp. Tehe mi doluqlap, muşunçluk şarayette. Tehe mi bunu beytip, lintlan çıkırıp, bunu şu
radio televizorlarga jiq bəgin. Muştaq naqşlarni. Acayip puraqlıq, şivlik yaxşı etdin. Rahmet. İsmail ukam, yaxşı oruldun menimcha. Aşı əvciləri yama igiz şu bunun. Aşağılarını buna aytı yaxşı ötküzdün. Sana ahmet dileymen. Yaxşı oruldun. Rahmat Dilshod aka. Birinci numurluq Mayır Sultan Səməd. Sizlərni görüp bək xoş buldum. Həqiqətən hazır yaşlarımız arasında bizning şu Uyğur çalğılarımızı ögünüş bir dolqun kötürülübdü də. Bu intayın yaxşı əhval. Muqam öz əməliyyatı bir universallıqını tələb qıladigan sənət. Şuna siz muş yolda texmo köp izlənin. Sizə ahmet yar bolsun. Rahmet. 3-cü numurluq Mahir Pərhad Ғini. Bayı Dilshodkam deb ötdi elektronluq real bilan Turpan xalq naqşı açılını oruladınız. Naqşının pıraqlarını moşundaq yaxşı toluq etdiniz. Sizge ahmet yar bolsun. Rahmet. 4-cü numurluq Mayirimiz Abdikerim Mehmet. Şundaq çıraylık bir naqşını etkepsiz. Onun üstüge öz şivisi bilen naqşının pıraqlarını toluq etdiniz. Fakat şu kiçikinen birli avazla səlli töven bop qaldı. O iş qısı yok. Çünkü bu naq meydanda etiş asan emas. Onun üstüge bu naqşının mu qiyinlik derecesi xeyli bakken. Sizge ahmet yar bolsun. Rahmet. 5-ci numurluq Mayir İsmail Sabit. Həmrahlarımızın şundaq yaxşı sizə maslaşıbdı. Mening kichkina his qilganim cho'qinma hissiyat jihatda, kayfiyat jihatda, yani azroq ko'tarangi bo'lishi kerak. Mush jihatda yani izlaring, sizga omad yor bo'lsin. Rahmat, Emre Gülmal. Birinci numurluq Mayır hakikaten özününki hamrohlari bilan Duttar Bayat nomli muzikani yaxshi o'rildi. Bu muzika uzun yillardan buyon Uyg'ur xalqi bilan o'zbek xalqi orasida keng tarqalib kelgan muzikaning birisi. Bu unutilib ketilgan. Yaqinda va masalan shaklni ep chiqibsiz, g'oyat yaxshi oldu bu shakl. 3-cü numurluq Mayır yani Açıl degan naqshini aytdi. Bu xalqimiz orasida mashhur naqshlarning biri. Uzun yildan buyon tarqalib kelayotgan. Naqshini yaxshi aytdingiz. Shundaqla chalg'inimi yaxshi chaldingiz. Endi yerlik aloyligi bor. Naqshininki o'ziga xos puraqlarini naytı ro'shan ifodalab berdingiz. So'zni naytı uchuq, so'zni ifodalashni naytı uchuq bo'ldi. 4-ci Mayırning ovozi haqiqatan doirasi keng, tusi yaqinlik ekan. Naqshidan bilindi. Naqshining muzikalik hissiyat jihatdagi qattiq yumshoq taraflarini ifodalashimi naytı yaxshi. Omadlik bo'lsin. Rahmat. Bizning parvoz bosqichimizmi oxirlashish oldi turibdi. Yenilam talash huquqi bizning tomoshabinlarimizda shunday qo'tayir. Shundaq bilet tashlashni elib, o'zinglar yaxshi ko'rgan Mahirning rad numerini yuqori ovozda to'lab bilet tashlasanlar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 Oy, bu yerga chiqibsan-ku. E'longa chiqamsan dedi, chiqay dedim, mushaga chiqarib qo'ydi. Shundoqdan bu o'tirishing. Bekra shundaqmi? Shundaq, qarsan ko'zing to'ydi, yeysan qo'zig'ing to'ydi. Tatlixlig'im demayli qo'yay. Sana aytsam, chiqsa, mushundaq e'longa chiqsa bo'ladi ekan. Ha? Texchi ishdan tushmabsan-ku. Ta'min detsang, sening tushgan kelmaydi. Turkiya Sho'lan guruhi Jokki, Lopo, Sütlük ve şokolad damlik gofritleri. Ayollar malikidek bir kunni, xonishdak o'nayni o'tkazadi, lekin bir umr charchash bilan o'tadi. Taytay husn güzelleştirish ichimligi ayollarga go'zal ruhsar sog'lom badan ata qiladi. Uningga kuyinsiz, Taytay ichimligini so'q qiladi. Menga kuyinganingiz, meni asirganingiz. Sinaya qo'shtil angishlari. Qayerni bilmasangiz shu yerni cheksiz. Men ilmlarni tugatdim. Men hozircha yoza olmaydigan bo'ldim. Men inglizcha so'zlayolmaydigan bo'ldim. Ota-onamiz endi inglizimizni asirmaydigan bo'ldi. Sümeyye qo'shtil angushtari. 5 4 3 2 1 Unda bo'lsa, kayinlarga o'rdib natijalarni ko'rsatamiz, marhamat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qarindoshlar bosqichga qadam qo'ygan Mahirlarni qizg'in tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Mushtaq natija bo'lib qoladi deb ideya tayyorlik bormi, yo'qmi? Bordi. Endi o'zimizning qancha kim bir narsa o'rganganligimizni mustahkam qilib, his qilganligimdan men qo'sh. Abaydan beri o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalarni aytib berdingiz. Baholovchi ustozlarimizdan qimmatli taklif fikrlarini olmadingiz. Bu sizning bundan keyingi o'rganishingizga turkisi bo'ldi, ro'yli bo'ldi. Utuq tilaymiz. Hamma rahmat. Rahmat.
Unda olsa bizimki 3. bosqichimiz Qarindoshlar. Sen beni sen harap kıldın beni sen ey. Oklar basılı kavap kıldın beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Oklar basılı kavap kıldın beni sen ey. Körpecuni sokla dikeyse yaşarak ey. Aşık kişini meşrep söyse yaşarak ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Otlar gasılıp kavab kıldın beni sen ey. Bilsen bilsen bilmem hiç kişi bilmez. Tünler gitse uyku yapkan kişi bilmez. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Sen beni sen ey. Otlar basılıp kavap kıldın beni sen ey. Aldı bilan qarindoshini sunishtirib aytamsiz? Bu mening san'at maktab cho'nlar ma'rifidagi saboqdoshim Nurbiya bo'ldi. Bir sinf o'qimsizlar? Bir sinfda o'qiymiz. Nurbiya qarshi olamiz. Bek chiroyli o'ynab berdingiz usulni. Biz past o'tirib shunda hozirlanib tomoshabinlar bek yaxshi hozirlandi yaxshi-na? Shunda çok chiroyli o'ynab berdi. Faradjon usul tatishi yaxshi ekan-a? Ha. Vaqt qidirib qo'ygan o'zini bilib sahnaga tushdi ekan. Bo'ldi, sizlarga omad tilaymiz. Rahmat. Qara bag'ishtiringlar. Xayr, bizning keyingi moyirimiz qarindoshlar bilan qanday esil nomerlarni olib keldi ekan? Birlikda ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. Marhamat. Allah'ım
bilan sizningki shu hamkorlashuvchi qarindoshlarıngizni tanishtirib o'tamsiz? San'at institutida o'qiganlar bular. Ha. Bu yoqning ismi Fatima, bu yoqning ismi Madinur. Unda bo'lsa bu nomerni kim tanladi? O'zingiz tanladingizmi, do'stingiz hamkorlashib tanishmadimi? Abduqodirjon do'stim bilan hamkorlashib tanlagan. Undaqda shu insonlarimning do'stiga, yurtdoshi, qarindoshiga ko'ngil so'z bormikin? Ala baqamdi. Do'stimga deydigan yurak so'zim buningdan keyin bir izda to'xtab qolmay, uzluksiz terishishini, keyingi ishlariga o'ngishlik tilayman. Rahmat enim, shunchalik yaxshi gap qilib berdingiz. Rahmat. Qarindoshlikni yetkazinglar, singillarim sizlarga rahmat. Rahmat. Rahmat, o'qishinglarga utuq tilaymiz. Rahmat sizlarga. Qarindoshlar bosqichimizda eng oxirgi mayrimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Allah
Xeyribcan. Qeyrindaşlar bir tanıştırayık demdik. Bu yoq mening saboqdishim Mirzat bo'ldi. Mirzat. Qarşılamaz. Bu yoq G'uljidan kelgan saboqdishim Daniyar bo'ldi. Qarşılamaz. Bu yoq Obida bo'ldi Turpandan. Birga jafolar chekib, Musaniga meni qo'llab, quvvatlab, mening putim put, qo'lim qo'l bo'lib, o'sha sendan ikkimiz ayrilmay o'sha kelgan hamroyim Subi bo'ldi. Rahmat sizlarga sog'dishinglarni qo'llab, navo programmamiz qatnashganlarni qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Unda xo'sa aramag'ashtiringlar. Unda xo'sa bog'liq ustazlarimizdan qanday taklif fikrlar bakin. 3-numurluq Mayır ay aytgan sen menisan degan naqshini haqiqatan yaxshi aytdi. Naqshisiga amra bo'lgan, tankash qilib usul o'ynagan qizningmi harakati nihoyat yaxshi, naqshiga moslashmadida, intayin yaxshi oldu. Endi bu Mayır'nınki bir tarafı qayloldigan tarafim, bir alayligi buning. Başdan ahir sahnege kiyip çıkan kiyimge alayda itibar verdi. Her bir numurga özü xas kiyimini kiyip çıktı. Bu bir sanatki bo'lgan sodiqligi. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat, rahmat. 4-numurluq Mayır'mı öz hamrohlari bilan naqshini yaxshi aytdi. Sahnada qizg'in kayfiyat paydo qildi. Mo'shu billi naqshingizga usul o'ynagan qizlarning kiyimiga alohida diqqat qilish kerak ekan. Bir tarafı bo'yliq ispanka kiyib chiqdi, beshiga ukki taqapma. Agar do'ppi kiygan bo'lsa, intayin yaxshi bo'ladi. Mush taraflarga diqqat qilsanglar bo'ldi. Rahmat. 5-numurluq Mayır g'ayrib sanamdan ariya o'rildi. Qiz bilan yigit ikkisi haqiqatan naqshini o'ziga xos farqlovlar aytdi, lekin bu yigit sahnada erkin bo'lmay qoldi-da, xuddi o'ng'aysiz holatda chiqib qolganda shu kayfiyat paydo bo'lib qoldi. Agarda jonliq, ruhli bo'lgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi. Rahmat abduzga. 3-numurluq Mayır Farhat G'ani sen degan naqshni etkapsiz. Shunchalik yaxshi, haqiqatan voyaga yetkazib aytdingiz. Usulchi qizlarimiz shunchalik chiroyli, o'rinli harakatlar bilan kayfiyatni texim ko'taryapti. Sizga omad tilayman. 4-numurluq Mayır Abdukerim Muhammad O'rgaldi Palak degan naqshni o'rinladingiz. Naqshning muzikasi haqiqatan jonliq, yangicha bir xil ishlanibdi. Ikkinlar aytgandiki, cho'qim qo'sh ovozli naqsh bo'ladi. Unda bo'lgandiki, azroq akkord qo'shgan bo'lsanglar, naqshning badiiylik jihat texim yuqori ko'tarilgan bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Ahmet yer bo'lsin. 5-numurluq Mayır İsmail Sabit g'ayrib sanamdan ariya o'rinladinglar. Siz g'ayribning naqshini asosan yaxshi o'rinladingiz. Faqat shu naqshning yuqori avjilarida azroq ovoz yetmaslik, nafaslar ko'tarilib ketish, hamda ovoz ilmi jihatda, kasbiy jihatlarda ashtaq ahvollar yuz berdi. Bundan keyin texmo tirishqaysiz, hammanglarga omad yer bo'lsin. Rahmat. Rahmat Amragul muallim. Farhat Turpan xalq naqshi o'rgaldi, balki shunday yaxshi bo'ldi. Gap yo'q. Shunday chiroyli, jushqun ovozim shunday yaxshi bo'ldi. O'rlash, ovoz chiqarish jihati-chu. Shunaqamdan Amrah usulchi qizmani chapdasga. Usulni harakatlari shunda jonliq. O'zim yaxshi moslashmadim. 4-numurluq Mayır'ımız Abdukerim, dostunuz ismini nimdiniz, qabul dedingizmi? Abduqadir. Abduqadir. Ishqilgan hamkorlashinglarda gap yo'q, boya Amragul muallim degandek bir akkord chiqamiz texim yaxshi bo'ldi, lekin eng muhimi ishki usulchi qizning harakati bakchapdasga. Boshda o'xshashmadi. Aylanishlar shunday yenik, shunday jonliqda. Menga bir xil huzur berdi, ikkisining harakati tap-tak chiqdi, usul harakati. Bo'ladi. İsmail G'aribjon. Abi g'aribga bu da chiqmam. Sanam telmirib sampirnim deb ketsa, xiyolim yo'q. Pali va simikarim yo'q. Ben chiroqlar qarab tursa üstüge. Sanam degan inkib turumdi. Sanamjon deb buni. Kesem keyler benim inkib tursa qo'llarim budoq, ko'zlarimni chekchek budoq. Naqsh etgancha sen xiyolim yo'q. Bazaylarga shu o senin şu öyle varsa sen kararı olacaksın kardeşim. Nakşını yakışıtan sen g'ayrib nakşını. O yama güzel o. Onu ben mi götürüp çıkamayım mı? Ben korkuduk. Lekin yetti yine. Gözünü jumbarsan hemen kıldı kesesi. Sağ ol Ahmet yar olsun. Rahmat.
Yanılan talaş huquqi o'tagan tomoshabinlarimizda unda xo'sa qulunlarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini to'xtamasdan to'lsanglar bo'ldi. Bilet tashlash Başlandı. 10, 9, 8, 7, 6. Neçə min yıllardan buyan Ərəb yerim arıldan hər qaysı əlləgicə asaslıq istimal qılınan yağlarının biri palma yağı idi. Palma dərxinin meyvəsindən ilindiğən sap ösümlük palma yağı xuşpuraq təmi, mol ozuqluq tərkibi bilan hər qaysı əllərdə kən istimal qılınıb gəldi. Hazır Milor markalıq palma yağı muvafiq bahası və işençilikligi bilan diyarımızdakı köplügən ailələrinin aldın tanlışı olmaqda. Malaysiyadan import qılınan Milor palma yağı sağlam turmuş və işençiliknin kapaleti. Şinjan Ferat Xalqara Sodiçəklik şirkəti. Sümeyye koştul engişleri. Hayarını bilmesiniz şu yerini çeksiz. Ben ilim beni tügettim. Ben hazırcı yazalaydıgan buldum. Ben İngilizce sözleyelaydıgan buldum. Ama anımız endi İngilizcimizin ensirmeydigan buldu. Sümeyye qo'sh til angushtari. 5, 4, 3, 2, 1. Mübarek olsun keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat etgan mayirlar sizlarni tabriklaymiz. Mübarek olsun. Yangi tayyorliqlaringizni qilsanglar bo'ldi, marhamat. Hozirgi hissiyotingizni anglab baqsak bo'lamdi. Hozir kayfiyatim intayin yaxshi deb o'ylayman. Mush 3-numar qacha o'zimning nomerini aytib qo'yganimdan intayin xushal his bo'lyapman hozir. Mush qitim shallanishim kelar qitim bosadigan yo'limga bir yo'l bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda-chi shallanib ketadigan ish yo'q. Birinchilikni elish bak muhim emas. Eng muhimi hozir o'zingiz deb o'tdingizmi? Mushu tomoshabin do'stlarga, ko'rmanlarga savodoshlarim bilan chiqib o'zimniki naqsini sunib o'tdim deb. Mushu eng muhim. Rahmat sizga. Unda xo'sa, keyingi bosqichga o'tib ketamiz. Bo'ladi, bizning keyingi bosqichimiz haftada bir yulduz. Atam yadir yetkende Atamla kadr zepti Begim daşur etkende Begim daşur etkende Yetim öldü sunup harvan Tağar öşlemdir emdi Atam ne özlüğüm geldi Yetizdim öygü küçkende Yetizdim öygü küçkende Heme elçeş itip koydu Hamalladı mehelemge Atam mı kelsi diye şunda Anam ayvan kütkende Anam ayvan kütkende
soğudu. Astılar bizi 15'ge kirdi. Tıkmı deşen bastı delekli. Düşmenli bilmey dostum dep yürü. Bir zalim unsur ezdi dilimni yarey ezdi dilimni. Uygun ey yavrim, rakipler yaman ey. Gel uyganmısan, yıkla dur zaman, yıkla dur zaman. Menin çirayım sargaydı saman. Endi men kettim, sen bolgin aman yarey. Sen bolgin aman yarey. Sen bolgin aman. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan va Sivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan shubisiz mahsulotlarni ishlab chiqaradigan Xinjiang Chin Nuriy biopantexnik cheklanish shirkati alohida qo'llagan Yangi nava programmasi. Qadrli tomoshabin do'stlar, bizning 2 nafar mahirimiz eng oxirgi o'tkaldan noxushlarini aytib bo'ldi. Undaqda aldı bilan programmamizning bosh qismida mushu 2 nafar mahirimizni haftalik yulduz bo'la oladi deb faraz qilgan tomoshabin do'stlarimiz qayerda o'tadikin? Demak, mushu 2 nafar tomoshabin do'stimizdan biraylan bugungi mushu mukofotni olib ketdi degan gap shunday qo'ramilar. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Urumchi Parlan kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan 4000 yuan qiymatidagi karta bilan mukofotlaymiz. Haftalik yulduzimizni Janoya Yanardağ Soda Çekiş şirketi Koreya texnikasini qo'llanib ishlab chiqargan Yanardağ sog'lomlik shortuz ko'pisi bilan mukofotlaymiz. Albatta ikkinchi bo'lgan mayirimizga ko'ngil sovg'imiz bor. Xinjiang Burana bezakchilik qurilishi mas'uliyat cheklanish shirkati ta'minlagan 5000 yuanlik bezakchilik e'tibor kartasi bilan mukofotlaymiz. Albatta, mush fursatdan foydalanib, programmamizni yaqindan qo'llab, riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Adil Sotsari 3-qavat favori kiyim-kechaklarga shundaqla riyosatchilarning chash va kirimini qilgan Adil Sotsari 2-qavat Rana to'y kirim to'y suratchiligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Shundaqla mening kiyimim ta'minlagan Do'nko'rik savdo markaziga joylashgan Turkiya Daffari kiyimlarini setish do'koniga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Albatta programmamizni alohida qo'llagan Xinjiang Paxtil Savdo Chekish shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Aydık yulduzimizni Xinjiang Arzu Savdo Chekish shirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchamidan o'tgan yuqori aniqlikdagi Uyg'ur sistem hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatgan bo'lgan Arzu markali yuqori aniqlikdagi televizor bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimizni diyorimiz Oltin Zibizina sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Baxtiyor zagarchilik do'koni uzundan beri qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat aytish yuzidan yangi nova programmamizning yillik chempioniga erishgan mahirga bir mashina sovg'a qildi. Mukofot buyumlarimiz nihoyat katta. Undaqda oldi bilan taratqular vakillarining pozitsiyasini anglab o'tamiz. Bizning 3-numurliq mahirimiz Farhodga qo'lidagi qimmatli 10 numarni berishni xohlaydigan taratqular vakillari bevasimizni ko'tarsak, taqdimizni ko'tarsak qarang.
1 10 numar rahmat. 4-cü numurluq mayırımız Abdukerim'ge. Qo'lidagi qimmatli 10 numarani berishni xohlaydigan talab qilgan vakillari. 1 2 3 4 5 6 7 70 numar muborak bo'lsin. Belgilash huquqi, tanlash huquqi yanıla sizlarda. Qani, undaqda bu hafta zodi kim haftalik yulduz bo'la oladi? Qisqa e'londan keyin javobini tan ko'rimiz kanalini yo'tmay turing. Şinjan Babur mablag' silish cheklik şirkati turli rangli basma hamda o'rab tashlash mahsulotlarini ishlab chiqargan va ta'minlaydigan korxona. Bu şirket oliy darajalik sovg'atliq mahsulotlar tipi qog'oz qop, qog'oz yashik, turli folyo o'ralmada xaltalar, yemeklik o'ralma xaltalari, shundaqla boshqa turdagi folyodan ishlab chiqarilgan mahsulotlar, un, guruch, o'g'it xaltasi, ibodat, yemek-ichmak ham dehqonchilikda ishlatiladigan dorilarning folyoqda va aynak ko'rliklari qatorliq 26 xildan ortiq o'rab tashlash mahsulotlarini yuqori sifat, a'lo mulozimat bilan rayonimizdagi eng tuvan bahoda ta'minlaydigan korxona. O'rab tashlash mahsulotlari jihatdagi eng yaxshi, eng ishonchli tanlashingiz Babur. Qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda hammalar birlikda o'zimiz yaxshi ko'rgan Mahirning rad numerini to'lig'ash bilet tashlashni boshlaymiz. Keyin undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Qadrli tomoshabin do'stlar, albatta biz nova programmamizga qadam tashrif qilib, hammalarga ma'naviy zo'q ato qilgan barliq mayirlarimizga ehtirom bildiramiz. Shu qatorda bizning inimiz Farhodjonga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Buningdagi ishlaringizga utuq tilaymiz. Undaqda bizning bu haftalik yulduzimiz Abdukerim muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Undaqda bizning baholig'ichilarimizni bu haftalik yulduzimizga navalonqisni yetkazib berishni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Tashnasi nava Ümitlerin dünyası nava Çolpa